Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodnaya Slova gazetalarining jahon kundalik dasturi. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehron bilan muzokaralarni davom ettirish maqsadida Isroilning Eron yadroviy inshootlariga zarba berish rejasini bekor qilgan. Bu haqda Oq uy rasmiylariga tayanib The New York Times xabar bermoqda. Isroil kelasi oyning boshidayoq Eron yadroviy inshootlariga zarba berishni rejalashtirgan edi. Biroq prezident Tramp so'nggi haftalarda bu g'oyani rad etib, yadroviy dasturini cheklash bo'yicha Tehron bilan muzokaralar o'tkazish tarafdori bo'ldi, deyiladi maqolada. Nashrning ta'kidlashicha, Tramp bu qarorni Oq uydagi diplomatiyani davom ettirish yoki Isroilni Eron yadroviy bomba yaratishining oldini olishga urinishlarda qo'llab-quvvatlash borasidagi bir necha oylik ichki munozaralardan so'ng qabul qilgan. Qayd etilishicha, Eron muzokaralarga tayyorligini ma'lum qilgani sababli harbiy harakatlarga qarshi konsensusga erishilgan. Qayd etilishicha, Isroilning Eron yadroviy inshootlariga hujumi may oyiga mo'ljallangan edi. Tel Aviv bu orqali Tehronning yadro qurolini yaratish qobiliyatini 1 yil yoki undan ko'proqqa kechiktirmoqchi edi. Deyarli barcha rejalar nafaqat Isroilni Eronning qasos olishidan himoya qilish, balki Isroil hujumining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun ham AQSh yordamini talab qiladi. Bu esa AQShni hujumning markaziy qismiga aylantiradi. Ammo hozircha Tramp harbiy harakatlardan ko'ra diplomatiyani tanladi, deb yozmoqda gazeta. Avvalroq Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi Tehron Washington bilan bo'lajak kelishuvni muhokama qilishni boshlashga tayyorligini ma'lum qilgandi. Ammo uning aytishicha, AQSh konstruktiv pozitsiyani egallashi va Eron yadro dasturini butunlay yo'q qilish talabidan voz kechish kerak. Buyuk Britaniya yangi radio to'lqinli qurolni muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Mamlakat mudofaa vazirligi tomonidan ma'lum qilinishicha, ushbu qurol dronlar to'dasini bir zumda zararsizlantirishi mumkin. Urush tabiati o'zgarganda bu qurollar dron tahdidlaridan himoyalanish imkoniyatiga ega, deyiladi vazirlik bayonotida. Qayd etilishicha, bu qurol yo'naltirilgan radio chastota energiya qurolining bir turi hisoblanadi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, radio to'lqinli qurollar sohasida tadqiqot va ishlanmalarga 40 million funt sterlingdan ortiq mablag' sarflangan. Kelajakda bunday qurollar an'anaviy raketaga asoslangan havo mudofaa tizimlariga qo'shimcha bo'lishi mumkin. Ta'kidlanishicha, qurol hatto elektron urush tizimlari tomonidan to'sib bo'lmaydigan tahdidlarga ham qarshi turishga qodir. AQSh qurolli kuchlarining Suriyadagi qo'mondonligi Dayr az-Zor viloyatidagi Koniko gaz koni hududidagi harbiy bazaga joylashtirilgan maxsus kuchlarni olib chiqishni boshladi. Bu haqda Sky News Arabia telekanali xabar bermoqda. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, amerikalik harbiylar karvoni Suriya sharqida joylashgan obyektdan AQShning yirik bazasi joylashgan Iroq Kurdistoni tomon yo'l olgan. 2015-2018 yillarda Suriyaning kurdlar nazorati ostidagi hududlarda AQShning 9 ta harbiy bazasi va 3 ta forpost tashkil etilgan. Ular Dayr az-Zor, Raqqa, Halab va Hasaka viloyatlarida, shuningdek Iroq va Iordaniya bilan chegaradosh At-Tanf mintaqasida joylashgan. Ularda 2200 nafar amerikalik askar mavjud. Avvalroq Oq uy matbuot kotibi Caroline Leavitt AQSh prezidenti Donald Tramp AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqish masalasini ko'rib chiqayotganini ma'lum qilgandi. Kolumbiyada sariq isitma avj olgani sababli favqulodda holat e'lon qilindi. Bu haqda mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Guillermo Alfonso Jaramillo Sinal Kolumbiya telekanali orqali ma'lum qildi. Prezident Gustavo Petro boshchiligidagi hukumat mamlakatda sog'liqni saqlash bo'yicha favqulodda holat e'lon qildi, deydi u o'z chiqishida. Vazirning ta'kidlashicha, Kolumbiyada 74 ta infeksiya holati aniqlangan. Ulardan 34 tasi o'lim bilan yakunlangan. Bizda hozircha shular. Xalq so'zini kuzatishda davom eting.